Allohning oyi bu Ramazon. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Jami hamdu sanolar barliq ne'matlarni ato qilgan, Qur'onni nozil qilgan, bizni hidoyatga boshlagan yagona zot Janobi Allohga bo'lsin. U zot bizni hidoyatga nasib qilmagan bo'lsa edi, to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lardik. Iymon nima, islom nima bilmagan bo'lardik. Yana bizga bu ulug' dinni elib kelgan, uni to'liq yetkazgan, Alloh yo'lida haqiqiy jihad qilgan oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va uning oila tavobatlariga, shundaqla sahoba kiramlarga putmas tugmas salomlar bo'lsin. Bu sharafli payg'ambarning sunnatiga ergashgan barliq musulmon qarindoshlarimizga, ota-onalarimizga, bizga islomni o'rgatgan, to'g'ri ravishda yetkazgan olimlarimizga va ustozlarimizga, mujohid va shahidlarimizga Janobi Allohning salimi, mag'firati, rizvoni bo'lsin. Amin. Ey Alloh, bizni islom yo'lida mustahkam mengishga muvaffaq qilgan. Bizni dunyodan musulmon petib ketishga nasib qilgan. Bizni ro'za tutishga va tarovih namozi o'qishga nasib qilgan. Ramazonning oxirida do'zaxdan qutulib, jannatga erishadiganlardan qilgan. Amin. Mana Allohning muborak oyi bo'lgan ulug' Ramazonmi kelib qoldi. Biz musulmonlar ulug' Ramazon oyini kutib olish tashnaligida turibdimiz. Bu oy kelguncha to'liq tayyorlanib, uningdagi fazilatlardan, barakatlardan eng unumli shaklda bahramand bo'lib, oy oxirlashganida do'zaxdan ozod qilinganlardan bo'lib chiqolishimiz intayin muhimdir. Shunga bu muborak oyning qadriga yetishimizga, uningga munosabatlik zarur ahkamlarni bilib olishimizga to'g'ri keladi. Darvaqa bu ayning fazli va barakatlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Bu ulug' oyda Qur'on Karimdan iborat hidoyat kitobining nozil qilinganligi, uningda 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasining borligi, Alloh taolaning bu oyda ro'za tutishni farz qilganligi uning fazilatini ko'rsatishga yetarlikdir. Ramazon oyi qaysi oy? Ma'lumki, Hijriya yilnomasining oylari 12 bo'lib, bular tuvandikicha: Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Oxir, Jamadiyal Avval, Jamadiyal Oxir, Rajab, Sha'ban, Ramazon, Shavval, Zulqa'da, Zulhajja. Demak, Ramazon oyi Hijriya yilnomasi tartibi bo'yicha 9-oy bo'lib, milodiya yilnomasiga nisbatan har yili 12 kun atrofida oldiga surilgachga, har yildagi kelish vaqti milodiya yilnomasiga nisbatan muqim bo'lmaydi va taxminan 33 yilda bir qatim aylanadi. Shunga bu oy ba'zida bahorda, ba'zida qishda, ba'zida kuzda va ba'zida tomuzda keladi. Buningda ilohiy hikmatlar bor, albatta. Chunki buning aksicha yoz yoki qishga o'xshash muqim bir faslda kelgan bo'lsa, 4 faslda almashib chiniqish vujudga chiqmagan bo'ladi. Ramazon oyi Qur'on nozil qilingan oydir. Janobi Alloh Qur'on Karimda Ramazon oyini alohida tilga olib, bu ulug' oyning darajasini yuqori ko'targan. Ramazon oyi bo'lsa Qur'on insonlarga hidoyat va haq bilan nohaqni ro'shan ayirg'uvchi bo'lish sifatida nozil qilingan oydir. Shunga sizlardan qaysinglar Ramazonda muqim tursa, u oyda ro'za tutsin. Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutolmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Bu sonni to'ldirishinglar va sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni hamdu sano aytgan holda ulug'lashinglar va shukr qilishinglar uchundir. Baqara surasi 185-oyat. Yuqorqi oyatdagi shunga degan so'z fi harfi bilan ifodalangan bo'lib, bu harf arabchada tartib va sababni ifodalaydi. Shunga bu joyda Ramazon oyida ro'za tutish bu oyda Qur'on nozil bo'lganligiga ergashib kelgan degan ma'noni bildirib kelgan. Demak, bu oyda ro'za tutish Janobi Alloh subhanahu va taolaning butun musulmonlarga, balki barliq insoniyatga Qur'onni nozil qilish orqali qilgan zo'r iltifoti va katta ne'matiga shukr qilish va Allohni loyiqida ulug'lash uchun farz qilingan deyishga bo'ladi. Qur'on Karim insoniyatni hidoyatga boshlaydigan, baxt saodatga erishtiradigan aniq oyatlarni va hukmlarni o'z ichiga olgan. Janobi Alloh uni toki qiyomatgacha o'zgartirishdan qo'g'daydigan ulug' kitobdir. Shundoq bo'lgan ekan, Ramazon oyida bu ulug' kitobning insoniyatga ato qilingan in'om sifatida nozil qilinishining shukronaga loyiq katta ne'mat bo'lishi tabiiydir.
İmam Razi mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi. Bilginki Alloh taolo o'sha bu oyni mushu ibodat bilan boshqalardan alohida qilganida. Buning sababini ko'rsatib qo'ygan. U bo'lsa-mu Alloh taolaning parvardigorlik dalil sifatlarining eng kattasi bo'lgan Qur'onni mushu muborak oyda nozil qilganligi bo'lib, uning mas holda bu oyni bandachilik sifatlarining kattasi bo'lgan ro'za tutish ibodati bilan alohida qilgan bo'lishi yiroq sanalmaydi. Ramazan ayı 1000 aydan afzal bo'lgan Qadr kechisi bor oydir. Alloh taolo Qadr kechisini Ramazan oyida qilgan bo'lib, bu ulug' kechida qilgan ibodat Qur'onning aniq ko'rsatmasi bo'yicha 1000 oy, ya'ni 83 yil 4 oy ibodat qilgandami afzaldir. Alloh taolo buni Qadr surasida mundoq aniq bayon qilgandir. Biz uni Qur'onni haqiqatan Qadr kechisida nozil qildik. Qadr kechisining nimaligini sana nima bildirdi? Qadr kechisi 1000 aydanmi xayrlikdir. Farishtalar bilan ruh Jibril bu kechada Parvardigorining amri bilan barliq ish uchun tushidi. Bu kecha toki tong otqanga qadar butunlay tinch amonlikdan iboratdir. Farishtalar bilan ruh Jibrilning haqiqatan Qadr kechasida tushishini Imom Ibn Kasir bundoq tafsirlaydi. Bu kechining barakati ko'p bo'lg'achqa farishtalar bu kechada tushidi. Farishtalar xuddi Qur'on tilovat qilganda tushganidek zikr so'rinlarni cho'ridab, haqiqiy ilm talab qilg'uvchini izzatlab, ularga qanotlarini poyandoz qilib berganidek, odatda barakat va rahmat tushsa billa tushidi. Alloh taolo yana bir oyatda bu kechini muborak kecha deb atagan. Biz uni Qur'onni haqiqatan muborak bir kechada nozil qildik. Biz haqiqatan ogohlantiruvchilarmiz. U kechada har bir hikmatlik ish ayriladi. U kecha toki tong otqanga qadar butunlay tinch amallikdan iboratdir degan iborani mufassirlar kasallikdan, aziyatdan, shaytonning yomonliklaridan xoli, farishtalar amallik elib tushadigan kecha deb tafsirlaydi. Bu kechadagi ibodat bilan kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki Allohning ajr beradiganligiga ishongan, shundaqla savob umid qilgan holda Ramazon ro'zasini tutsa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Kimki Qadr kechasida Allohning ajr beradiganligiga ishongan ham savob umid qilgan holda namoz o'qisa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10ining taq kechalarida, yana ba'zi hadislarda oxirgi 7 kunda deb bayon qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10ining taq kechalaridan izdanglar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir muncha kishilar tushlarida Qadr kechasining oxirgi 7sida bo'lganligini ko'rgan edi. Rasululloh: Qarasam sizlarning ko'rgan tushinglar oxirgi 7 kuniga o'tul kepti. Shunga kimki Qadr kechasini izdasa, oxirgi 7 kundan izdasin dedi. Lekin bu kechining qanchanchi kechada bo'lishi aniq emas. 27-kechasi bo'lish ehtimolligi kuchlik. Ba'zida 27-kechasi, yana ba'zida 21-kechasi bo'lishi mumkin. Shunga butun Ramazon oyida, xususan oxirgi 10 kunida fursatni g'animat bilish, ibodat va duoda alohida tirishchilik ko'rsatish zarurdir. Bu kechada ibodatga muyassar bo'lgan kishining bu kechining Qadr kechasi ekanligini bilishmi kerak emas. Muhimi, uni taat ibodat bilan o'tkazgan bo'lishidir. Ba'zilar bu kechining turli alomatlarini bayon qilib baqqan bo'lsa-mu, biroq ko'pinchisining asosi yo'q. Faqatla bir xil alomati, ya'ni bu kecha oxirlashib tong otganda quyosh nurining ojiz bo'lganligi hadisda kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kechani va uning kunduzini mundoq sifatlagan: U kecha oydin, tip-tinch kecha, issiqmi, sovuqmi emas. U kechining atsi quyosh qizg'uch va nursiz chiqadi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu Qadr kechasining atsi quyoshning oq va nursiz holatda chiqishi Qadr kechasi bo'lganligining alomatidir degan. Yana bir rivoyatda Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga Qadr kechasi adigina quyosh nursiz holatda chiqadi deb uqtirgan.
Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qadr kechasining alomati shuki, kecha xuddi nur chechib turgan to'lin oy bordagidek sup-suzuk, oydin jimjit bo'ladi. Havo sovuqmi, issiqmi bo'lmaydi. Toki tong atqucha shaytonlarni ko'ydirguchi yulduzlarmi etilmaydi. Uning alomatlarining yana birisi shuki, atsi saharda quyosh xuddi 14 kunlik to'lin oydek oq va nursiz chiqadi. Quyosh nurining ojiz bo'lishi deganlik, uningga ko'z bilan qarasa qarg'ala bo'ldiganligi, quyosh to'qchi aniq ko'rinadigan bo'lishi deganlikdir. Atsi quyosh nurining ojiz bo'lishining sababini olimlar shu kechasi osmondan tushib chiqayotgan farishtalarning nurlarining kuchli bo'lganligi deb qayd qilgan. Ramazon oyi ro'za tutish farz qilingan oydir. Janobi Alloh Qur'on Karimda mundaq deb buyurgan: Şoňa sizlerden qaysıňlar Ramazanda muqim tursa, o ayda roza tutsun. Bu ayetdeki muqim tursa degan söz Ramazan ayda öz yurtida muqim turgan, rozaga qodir bolgan, safar qilishdak boshqa özür bolmagan bolsa, roza tutishi vojib degan mazmunni bildirdi. Yana Janobi Alloh mu'minlarga mundaq deb buyurgan: Ey iymon aytganlar, do'zaxdan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirgi ummatlarga farz qilingandek, sizlarga roza tutish farz qilindi. Bu oyat roza tutishning musulmonlarga farzligini bildirish bilan birga, roza tutish ibodatining bizdan ilgirgi ummatlarga farz qilinganligini, shundaqla roza tutishdan ko'zlangan g'oyaning do'zaxdan saqlanishdan iborat taqvodorlik ekanligini ko'rsatadi. Roza tutishdan ko'zlangan taqvodorlik nimani ko'rsatadi? Allah Taala Ramazan oyida roza tutishning yuqori g'oyasini taqvodorlik deb ko'rsatgan. Bu taqvodorlik butun ibodatdan ko'zlanadigan g'oyadir. Allah Taala mundaq deb buyurgan: Ey insonlar, do'zaxdan saqlanishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqi ummatlarni yaratgan Parvardigorga ibodat qilinglar. Nimadan saqlanamiz? Allohning g'azabidan, Allohning jazosidan va oxirat manfaatining qo'ldan ketishidan saqlanamiz. Bu saqlanish taqvodorlik bo'lib, taqvodorlik Allohga itoat qilish va osiylik qilmaslikdan iboratdir. Bundaq yuqori martabaga ega bo'lgan taqvodorlikning mazmuni nima? Barliq yaxshiliklarning to'planmasi bo'lgan bu taqvodorlikni shunda xulosalashga bo'ladiki, u umid va qo'rqishning o'ttirsidagi bir manzildir. U butun yaxshiliklarning yig'indisidir. Ba'zilar taqvodorlikni mundaq izohlagan: Taqvodorlik degan Alloh taologa itoat qilish orqali uning jazosidan saqlanishdan iboratdir. Yana ba'zilar mundaq izohlagan: Alloh taologa osiylik qilmay itoat qilish, unutib qolmay aslab turish, ne'matlariga tuzkorlik qilmay shukr qilib turishdan iboratdir. Imom Ibn Juzay degandek taqvodorlikning 5 darajasi bor bo'lib, ular: 1. Kufrdan saqlanish. Bu islom darajasi deb ataladi. 2. Ma'siyat va harom ishlardan saqlanish. Bu tavba darajasi deb ataladi. 3. Shubhilik ishlardan saqlanish. Bu ehtiyotchanlik darajasi deb ataladi. 4. Mubah ishlardan saqlanish. Bu zohidlik darajasi deb ataladi. 5. Dilida Allohdan boshqasining bo'lib qolishidan saqlanish. Bu ko'rish darajasi deb ataladi. Said Qutb rahmatullohi alayh mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi: Ro'zaning taqvodorlikdan iborat cho'ng g'oyasi aniq ko'rinadi. Chunki taqvodorlik degan Allohga itoat qilib, uning roziligini a'lo bilib, ro'za ibodatini ado qilayotgan chog'larda dillarda uyg'onadigan narsadir. Demak, taqvodorlik dillarni hatto ko'ngliga kelib qoladigan ma'siyatdan qo'g'daydi. Mushu Qur'on bilan xitob qilganlar taqvodorlikning Allohning huzuridagi o'rnini, uning tarozisidagi vaznini yaxshi biladi. Chunki taqvodorlik ularning ruhlari talpinadigan nishondir. Bu ro'za bo'lsa, uni qo'lga keltirishning quroli va yo'lidir. Bu sababdan oyatning urani saqlanishinglar uchun deb ifodalanib, taqvodorlikni ularning ko'zlari oldida ro'za tutish orqali yetadigan aniq bir nishon qilib ko'rsatdi. Ro'za taqvodorlikqa qanday yetkazadi? Biz ro'za orqali gunoh ma'siyatlardan saqlana olamiz. Chunki qo'rsaqning to'q turishi gunoh ma'siyatga turtki bo'ladigan ishlarning beshidir. Hammamizga ma'lumki, ussizliqqa qangan kishida tepiladigan shahvat ussab ketgan kishida tepilmaydi. Bu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda ro'za qalqandir degan. Ya'ni gunoh ma'siyatdan dalda bo'ladigan demakchi.
İbrahim ibn Adham hazratlarimi ochliq dilning chaqmaqi degan. Ramazan oyi yana bir Ramazan kelguncha qilgan gunohlarga kafarat bo'ladigan oydir. Muslimdagi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: 5 vaqt namoz, juma yana bir jumagacha, Ramazan yana bir Ramazongacha cho'ng gunohlar sodir bo'lmasala, oraliqda qilgan gunohlarni yuyayotgucha amallardir. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Ramazan oyi kirsa, jannat eshiklari ochilib, jahannam eshiklari taqiladi. Shaytonlar bog'lanadi. Ramazan oyida ibodat qilish oson bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Sahihayndagi bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Ramazan oyi kirsa, osmonning eshiklari ochilib, jahannamning eshiklari taqiladi. Shaytonlar bog'lanadi. Yana bir rivoyatda Ramazan kelsa, jannatning eshiklari ochiladi deb kelgan. Bu hadisning ma'nosi Alloh taolo bu ulug' oyda bandalarni yaxshi ishlarni qilishga muyassar qiladi. Natijada ular ro'za va tahajjuddek savobli ishlarni ko'p qilib jannatga kiralaydi. Shundaqla kishilarda qaysar iroda va Alloh meni ko'rib turadi deydigan tuyg'u kuchaydigan bo'lg'achqa do'zaxga kirgizadigan gunohlarni qilmaydi. Demak, bu fazilatli oyda savob hassilab beriladi. Ko'plagan musulmonlar gunoh ishlarni tashlaydi. Muslim rivoyatida Ramazan oyi kelsa, rahmat darvozalari ochiladi deb kelganligi yuqori hadisdagi osmonning eshiklari ochiladi degan so'zning majoz ekanligini ko'rsatadi. Shaytonlarning bog'lanishiga kelsak, ba'zi olimlar shaytonlarning bog'lanishini haqiqat deb qarasa, yana ba'zi olimlar majoz deb qaragan. Majoz degan olimlar mundoq degan: Shaytonlarning bog'lanishi ularning insonlarni azdurolmasligi, insonlarning ularning vasvasa va azdurishini qabul qilmaydiganligi hamda ularning insonlarni azdurishni hech tamak qilmasligidan majozdir. Chunki Ramazon oyi kirsa kishilar ro'za tutadi. Buning bilan kishilardagi hayvoniy shahvat ojizlaydi. Gunohlarga turtki bo'ladigan hayvoniy shahvat ojizlag'achqa ko'ngillari aynakdek sop va suzuk bo'ladi. Aqllari foydali va savobli ishlarni qilishga, gunohlarni qilmaslikka undaydi. Natijada ular barliq yaxshi amal ibodatlarga yuzlanib, gunohlardan yuz o'raydi. Shunga ularga jannat darvozalari ochilib, do'zax darvozalari taqaladi. Shayton ularga hech ta'sir ko'rsatolmaydi. Shayton ularga vasvasa silish uchun yaqinlashsa, ulardagi iymon va toat ibodat nuri shaytonni ko'ydirib tashlaydi. Shaytonlarning bog'lanishini haqiqat deb qaragan ba'zi olimlar mundoq degan: Shaytonlarning hammasi Ramazon oyida haqiqatan bog'lanadi. Shunga ular kishilarga vasvasa sololmaydi. Yoki shaytonlarning osmondan gap o'g'irlaydiganlari bog'lanib, bu oy ichida shaytonlar osmondan uchur o'g'irlay olmaydi. Yoki shaytonlarning yomonlari bog'lanadi. Kichik va ojizlari bog'lanmaydi deyishkimi bo'ladi. Chunki bir hadisda Ramazon kelsa, shaytonlarning yomonlari bog'lanadi deyilgan. Demak, bu oyda shaytonlarning hammasi yoki yomonlari bog'langanligi uchun boshqa oylarga qaraganda bu oyda gunoh ishlar oz bo'ladi. Shaytonlar bog'langanligi uchun bu oyda hech qanday gunoh sodir bo'lmasligi kerak edi. Ammo amaliyotda bu oyda gunohlar sodir bo'ladi deyish o'rinsiz. Chunki gunohlarning manbasi shaytonlarla emas, balki past kishilar, nachar odatlar va odamiy shaytonlarmi gunohlarga sabab bo'ladi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisiga asli yoki majoziy ma'no bersak, bu hadis har ikki ahvolda amaliyotga zid kelmaydi. Chunki yomon ishlar va gunohlar boshqa oylarga qaraganda Ramazonda oz sodir bo'ladi. Boshqa oylarda amal ibodatga yuzlanmay qolganlarga bu oyda namoz o'qib, ro'za tutish orqali Allohga itoat qilish qulay bo'ladi. Odatda boshqa oylarda taat ibodat bilan shug'ullanganlar Ramazon oyi kelsa texmi ko'p amal ibodat qila oladi. Qur'on o'qish, tarovih namozi o'qish, tahajjud o'qish, xayr saxovat qilish ishlarini texmi ko'p qila oladi. Boshqa oylarda ancha-muncha kichik gunohlarni qilib soldiganlar bu oyda ashu kichik gunohlarni tashlay oladi. Amaliyotda hammamiz ko'rgan bu haqiqatni yuqorqi hadis bilan birga tahlil qiladigan bo'lsak, bumi ilmiy jihatdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Allohning elchisi va haq payg'ambar ekanligiga dalil bo'la oladigan bir mo'jiza hisoblanadi. Chunki Ramazonda taat ibodatga yuzlanish va turli gunohlarni tashlashmi
boshqa oylardan ko'proq bo'lyotidi va bo'lmoqda. Ramazon oyida ado qilingan umrning fazilati. Ramazon oyida ado qilingan umrining boshqa oylardagiga qaraganda alohida fazilati bor bo'lib, Sahihayndagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazondagi umri hajga barobar degan. Muslimning bir rivoyatida men bilan birga qilgan hajga barobar degan. Gerçi bundaq umri savob jihatda shundaq hajga barobar bo'lsa-mu, lekin farz haj buning bilan gadanidan saqit bo'lmaydi. Barliq olimlar buningda ittifoq. Ramazon oyida boshqa oydagi umrining hajga barobar bo'lganligi haqida hadis kelmagan. Bu umrining savobining necha hassa ortiq bo'lishi Ramazon oyining fazilati va sharifidan kelgan. Chunki bu umri faqat Ramazon oyida o'rindalganligi uchunla darajasi ana shundoq katta bo'lgan. Ro'za tutish komil bandachilik va ixlosni ifodalaydi. Ibodat va bandachilikning mazmuni to'liq bo'ysunishdan iborat bo'lg'achqa, ibodat ro'za tutish orqali bo'ysunishning eng yuqori pallasida namoyon bo'ladi. Chunki ro'za tutgan kishi ko'z oldida yemak-ichmak tayyor tursa-mu, Allohning roziligi uchun och va suvsiz holatda chidab turdi. Shahvatidan voz kechadi. İslamның boshqa asosli ibodatlarida riyokorlik va ibodatning qimmatini tushiradigan yoki bekor qilib o'tadigan boshqa illatlar ko'rilsa-mu, ro'za tutish ibodatida saf ixlosdan boshqasi bo'lmaydi. Chunki ro'za tutgan kishi ixlos bilan ro'za tutadi. Uni Allohdan boshqa ko'zitib turg'uchi bo'lmaydi. Ixlos degan amal ibodatning safligini buzadigan har qanday dog'dan saqlashdir. Navoda ro'zani Alloh uchun tutmay, o'roqlash uchun tutgan bo'lsa, bu ishda ixlos bo'lmaydi. Mana bu sababdan Janobi Alloh ro'za tutganlarning savobini berishni alohida o'ziga mansub qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Odam bolasining har bir yaxshi amalining ajri 10 hassadan 700 hassagacha ko'paytib beriladi. Alloh taolo lekin ro'za uning sirtida. Ro'za faqat men uchun bo'ladi. Uning ajrini men beraman. U kishi mening roziliqimni deb tamoqini, shahvatini tark etadi degan. Ro'za tutquchi uchun ikki xushallik bor. Biri iftor qilgan chog'dagi xushallik, yana biri Rabbiga uchrashgandagi xushallik. Ro'za tutquchining og'zining puruqi Allohning nazarida ipar bo'yidan xushbaroqdir. Demak, ixlos qancha ortiq bo'lgan sari mukofotmi shuncha katta bo'lgan. Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib, meni bir ishga buyursalar, men uni sildilla o'ginay desam, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'za tutqin, ajrda uning tangdishi yo'q dedi. Ya'ni ajrning kattaligida ruhni saqlashtirishda, bandini egisiga yaqinlashtirishda, jismni sog'lomlashtirishda, nafsoniy shahvatlarni so'ndirishda uningga o'xshaydigan biror ibodat yo'q. U mislisizdir. İnsan ro'za orqali o'zini tizginlaydi. Qiyinchiliklarga taqobil tura oladi. Islomning ko'zlaganimi nafsi bala, bo'shang odam emas, balki irodalik, chidamliq mo'mindir. Avoyi havas qulluqidan ozod bo'lgan, faqat ixlos siziqi bilan mangadigan nafs haqiqatan ko'ngli iymon bilan xotirjam bo'ladigan nafsdir. Ixlos bo'lganda Allohning qo'g'dishiga, himoyasiga erishgil bo'ladi. Janobi Alloh Yusuf alayhissalomni yomon ishdan qo'g'dab qolganligining sababi haqida mundaq degan: Ana shunday qilib biz uningdan yomonlik va qabih qilmishni neri ketkizdik. Chunki u haqiqatan bizning ixlosmand bandalarimizdan edi. Shunga har qanday bir kishi ishlari ta'tir kelib, qiynalib ketsa, uni cho'qim biror gunohi sababidan ixlosning to'liq bo'lmaganligidan deb tushunsa bo'ladi. Ro'za tutish o'zini qiynash emas. Alloh taolo ro'za tutishni o'zimizni qiynash yoki o'z nafsimizdan o'ch olish uchun yo'lga qo'ymagandir. Balki ruhni uyg'otish, badanni sog'lomlashtirish, irodani tavlash, savr taqatga odatlantirish, ne'matni tunutish, rahim shafqatli qilib tarbiyalash, shundaqla komil bandachilikka, to'liq bo'ysunishga odatlantirish uchun yo'lga qo'ygan. Shunga ro'za tutish haqidagi Baqara surasining 185-oyatini mundaq deb oyoqlashtirgan: Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirlikni xohlamaydi. Qiynash maqsad qilinmaganligi uchun Janobi Alloh Baqara surasining 184-oyatida mundaq deydi: Ro'za sanoqli kunlardir. Ya'ni yil bo'yi emas, yarim yilmi emas, faqatla sanoqli kunlardan iboratdir. Ro'za tutadigan kun 24 soat emas, tong otgandan kun patqanga qadardir. Demak,
kunduzi ro'za tutamiz, kechasi og'iz ochamiz. Yana taqa kasal va boshqa uzrli kishilardan ro'za tutish kechirim qilingan. Alloh taolo bu vaqtda yuqorqi oyatning oxirida mundaq deb ko'rsatgan: sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlarda tutib olsin. Qayriliqi yoki ojizlikdan ro'za tutishda qiynalib ketadiganlar bir kun ro'za uchun bir miskinni to'yg'usi bo'ladi. Ro'za tutish barliq ishlarimizni tuzaydi. Ro'za tutgan kishi Alloh taolaning o'zini ko'rib va ko'zitib turadiganligini his qilib odatlanadi. Shuning bilan barliq ish harakatlarida Alloh meni ko'rib turadi degan asosda harakat qiladi. Bundaq kishi o'zining jamiyati, vatani va millati uchun foydali odam bo'ladi. So'zlasa rost so'zlaydi. Ish qilsa ixlos bilan qiladi. Hukm qilsa odillik bilan qiladi. Va'da bersa vafo qiladi. Omonat olsa saqlaydi. Savdo setiq qilsa samimiylik bilan qiladi. Yolg'on guvohlik bermaydi. Harom yemaydi. Nachar ish qilmaydi. Ro'za tutgan kishi bir oy mushundaq qila olsa, esil xislatlarni yetildirib, yil bo'yi shundaq oliyjanob holatida davomlasha oladi. Ro'za tutish tanni sog'lomlashtiradi. Ro'za tutishning tanni sog'lomlashtiradiganligi tibbiy jihatdan aniq va keskin holda isbotlangan. Lekin biz musulmonlar ro'za tutish tanni sog'lomlashtiradi deb emas, Janobi Alloh subhanahu va taologa bandachilik va qulluq izhor qilib, uningga to'liq bo'ysunib, buyrug'ini ijro qilish uchun ro'za tutamiz. Shundaqdimi, ro'zaning tan sog'lomligi uchun zo'r foydasi borligi bir haqiqatdir. Balki bu Janobi Allohning itoatmand bandalariga ato qiladigan iltifoti va mag'firati bilan birga keladigan qo'shimcha sovg'atidir. Ro'za tutish irodani tavlaydi. İmam Qaradavi İslamda ibodat nomli kitobida mundaq deydi: Islom dini taslimchilik va g'ururlikni tashabbus qiladigan din bo'lmasdan, balki jihad va to'xtovsiz kurash dinidir. Jihadning birinchi quroli bo'lsa savrchanlik va kuchlik irodadir. Chunki o'z nafsi bilan jihad qila olmagan kishi qandoqmi dushmanga qarshi jihad qila olsin? O'z nafsini va nafsining shahvatlarini yenga olmagan kishi qandoqmi dushmanini yenga olsin? Bir kunlik ochliqqa bardoshlik berolmagan kishi cho'ng g'oyalarni vujudga chiqarish uchun qandoqmi ota-ona, bola-chaqa va aziz vatanining firoqiga chiday olsin? Ro'za tutish sabr va nafsni tizginlashdek alohidaligi bilan Alloh yo'lida qattiq quruq hayotga va ochliqqa bardoshlik bera oladigan savrchan mujohidlarni yetishtirishdagi eng muhim vositalarning biridir. Ro'za tutish ne'matlarni tunutadi. Ma'lumki, ne'matlar ko'p bo'lgan sari insonning ularni his qilish tuyg'usi tuvallaydi. Ammo ulardan mahrum bo'lib qolganda ularning qadriga obdan yetadi. Ro'za tutish orqali Janobi Allohning insonlarga ato qilgan sonsiz nozu ne'matlarining qadriga, namratlarning, yo'qsillarning dardiga, ularning holiga yetkili bo'ladi. Ne'matlarning qadriga yetgandala andin ularga o'z loyiqida shukr qilishga tirishqili bo'ladi. Mana buningdan ro'za tutishning yana bir ahamiyatli tarafi aniq ko'riladi. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi.